Ondan tələbəyə qoşuldum. Özümdeki analıq bursumda doğu tikib durub, oğul to'pirdigan bo'ldim. Bu mu təlay sınaydigan, qimmadek doğu tikdigan bir iş. Keyin faqatla o'ylamadim. Faqat o'ylaganim o'g'il tug'sam 300 ming qo'y naq pulli qildik ekan. Uyimdan qolgan pulni to'lab berdik deganni o'yladim. Shunda qo'sqonda tezlik qoldi. Bu odam nima kam bo'lsa shunda yarlab turdi. Shuni hastalab akirib turdi. Pul degan aytib turdi. Yaxshi kutdim, yaxshi yegin deb. Hatta ayoli barbara meni izlamas, avar qilmas bo'ldi. Balkim xabar topgandi yoki g'ag'andi. Telefon qilib tilmaydigan bo'ldi. Adam ko'nglim güzel yerlerini tatlı tutsam, işkiriga chiqib, 2 oydan ortiqroq o'z yo'li qilib turib keldim. Bu holda hech qanday tonish-bilishlarim ko'katgim yo'q. Hech qanday do'stlarim bilan izlashmadim. Hech qanday sorun degan yerlarim bormadim. Aslan malik o'ylab chiqmadim. Ota-onam bilan hatto izlashmadim. Shu o'tirliqda cho'ng opam qaytishib, tugab ketibdi. Bizdan mengulik ayrılibdi. Men shu isil oy sifat, per sifat shu cho'ng opamniki qaytishlarimni chiqmadim. Keyin xabar tepibdimi? Shunda qilib oy kunimni to'shdi. Doktorxonga kechilab bordim. Yanimda albatta bu odam bor. Cho'ng operatsiya bo'ldim. Bola ta'tir, tug'ut qiyin deb, ham qanozliq shunda kutinib, qon to'liqlab qolgan bo'lsam, qanozliq burundan batdi. Shunda qilib men o'g'il emas, qiz bo'shandim. Qiz. Doktorlar qiz bo'shandi deb allaynimishda ay chiqsa, doktorxonadan kelib tug'ut bo'limda oldida. Bu odam bolani qo'lig'im olmay o'rilibla shu chiqib ketgan peti. Men doktorxonadan chiqishga haftacha kapmi qo'ymadi. Telefon qilib ahvolimni so'rabmi qo'ymadi. Bola menga qoldi. Bu bolani qanday boqaman, qarab turib bir an bo'lib qoldi. O'g'ilib qolgan bo'lsa pokizlik qutlatdi deganlarni o'yladim. Haqiqatan shunday o'yladim. Shunda qilib uyimga inib chiqdim. Bana kim qaraydı, hech kim qarmadi. Kimga deyman bu ahvolimni? Hech kimga demadim. O'zimga qaradim. Bola yig'laydi, kechasi uyqum yaxshi emas. Og'ib chidayolmay 20 kun bo'lganda, yana 20 kunlikka qaraydigan bir ayolni taklif qildim. Ondan asta-asta rahatlikka chiqib qoldim. Uyqu bo'lib, kichikina o'zimni aslim kelgandek, o'ngshilgandek bo'lib qoldim. 40imda chiqdim. Naq 45 kun bo'lgan vaqtda qandaq anlarda o'zining balasiga mehr tushib qolgan, hatto boshqalarning balasiga mehr tushib qolgan. Bu balaga zodil mehrim tushmadi. Shunchalik har bir qarsam nafratlimi, har bir qarsam ochchig'im keldi, bo'g'vatgim keldi. Lekin bola emasmi? Bu odam shu 45 kun bo'g'uchimni izlamadi. Bu balani zodil boqqim yo'q. O'dil kelgan bir yerga asla tashlab etganmi yo'q. Turib ichim og'riydi, turib o'zimni nafratlima. O'zim sababchi. Boldan nima gunoh deyman. Shunday qilib birasiga berib etmadim, tashlab etmadim. 50 kun bo'lay deganda balni ilib, yezdagi uyimga chiqdim. Yuzimni poloda qilib, yuzimni qiylon qilib turib, cho'ng uyga chiqdim. Opam bilan dadam hang-tangli qoldi. Sing'illarim maktabda ekan. Dadam tug'an joyi turib qoldi. Qarsam dadam bechora qirg'andek bo'lib ketibdi. Chochlariga oqsanchilibdi. Rasmiy qirg'andek g'am. Dadam haqiqatan bek o'zgarib ketibdi. Opam dadam chiqqıcha sing'illarimni mening dadimda opam texmo shunda bo'lib ketgan. Buni da ko'z yummayman. Opamga, dadamga mening bu ishlarim haqiqatan bek besim bo'ldi. Qo'limdagi bolni ko'rib turib qoldi. Ya tilishini, ya qo'g'lab chiqarishini bilmay qoldi. Qo'limdagi bolni asta yerga qo'ydim. Bir ig'iz ulay ya birnim demedi, men ya birnim demedim. Bolni qo'yib, kiyim-kechak, zaka, süt, parashut botilkalarini qo'ydim. Xalsanglar beqimlar, xalsanglar tashlab etinglar. Men ishlab pul topmasam bo'lmaydi. Har oyda bolning beqish haqqini beraman deb kaynimga o'rilib yurmadim. Dadam bolni ip ketdi. Qandaq yig'ishtirsang yig'ishtir, bolni boqmaymiz. Kimga beramiz? Beramiz deb haqni oldig'imi bu bolni olib yurmaymiz. O'zimizning yuzining mushinchak to'kilgani sen sababli yetar dedi. Kaynimga qaramay chiqib ketdim. Opamning yig'i ovozini angladim. Xuddi uydan bir meyit chiqib ketgandek, opamning shunchalik kuchli bir yig'i ovozini oldim. Yuragim tutgan peti chiqib ketdim. Balig'imga qaramadim. Men do'konni o'tkazib etdim. Do'konning tijoratlarimi yaxshi emas. Do'konni o'tkazib etib, bir kechilik klubga kirib ishladim. Kechasi ishlayman, kunduz orom olib uxlayman. Maashi yaxshi. Maoshimning 20ni yig'dim. 20ni kartamga silib yig'dim. 20ni singlim orqali qizimning beqish haqqini berdim. Singlimdan anglab turman xabarini. Qizim yaxshi ekan. Yaxshi turibdi. Singlimdan qizimning xabarini olib turman. Opam bilan dadam dastlabda bek ichi ko'ymay qarabdi. Lekin keyin vaqtning o'tishi bilan qizimga ma'ri tushib, yaxshi ko'rib, bag'riga besib turib qarabdi. Shunchaki xush bo'ldim ham texim xotirjam bo'ldim.
Kızımni ko'raychum demedim. Rastimdan evet mi demedim sanımga. Köyüm yok. Bu adam o, yine kızımның dadısı, hele qeri muhabbetim. Yenip mi izlemedi. Bir punçam balık bir qışaqım bermedi. İlk 300 ming koy emas, 30 koychanda mi yad etib qo'ymadi. Degan gapi de turmadi. Balki men o'g'il to'qpamga turmadimki deb o'yladim. Mayli, hamisha o'z yo'lida ketib boradi. 85-likcha qizimni achiq qilayotgan bir yil mi bo'ldi. Turib qizimni bir ko'rish istiki paydo bo'ldi. Men shu o'tiribdi bu klubda ikki klub almashib ishladim. Yomon emas ishladim. Gündüz aramımni almay ketish ishlayman. Salomatligimdan ba'zi bir jihatlardan chatoq chiqishga boshladi. Men bu jarayon yana jim turmadim. Men qanoatsiz bir sikiman. Pul molga berilgan. Shahvatparast, o'yinparast, hech nimaga to'ymaydigan. Shunday qilib puli borligi odamlar bilan aralashib yuraverdim. Qizim achiq qilayotgan bir yil bo'lgan vaqtda qizimni bir ko'ray deb, qizimga kerakli narsalarni ilib Maliga chiqdim. Mashinamni haydab chiqdim. Uyninki nerisida turdim. Bir kichik qiz uyimizning oldida tamtam mengab kirib chiqib o'ynayotdi. Apam chiqib qizimni bir akirkatdi. Yana birdamdala tamtimlab mengab tam yoqlab yana qizim chiqdi. Mengabdi qizim. Jo'g'lar kichik yaqin boramdim. Balni ko'tarib akir ketib darvozani taqib olgandan keyin qo'limdagi narsa keraklarni olib darvozaning yeniga qo'yib qo'ydim. Kirgim yo'q. Balki meni tilla yoki yana bo'lgan keyin bag'irga basa, lekin yuzim chidamadi. Qilgan atganlarimga yuzim chidamadi. Shunda qo'limdagi narsalarni darvozaga yo'lab qo'yib qizimga olgan narsalarni yenib kirdim. Sanamdan xabarni olib turman. Yana burunqidek pullarni qizimning beqishaqini undan sirt opamning ajri uchun pullarni sepadim. Qarsam bir kuni ish o'rnimda o'shimdan ketibman. Xizmatdoshlarim doktorxonaga olib boribdi. Kechalab doktorxonaga olib boribdi. Cho'nqan tekshirishdan meningda ba'zi bir ahvollar paydo bo'ldi. Yuqumliq kasal deb chiqibdi. Yuqumlangan, qalaymiqan munosabat, qalaymiqan kishilik aloqadan paydo bo'lgan deb. Doktorxonada 3 kun yetib quvvat Asmakul asturib doktorlarning ko'rsatmasi bo'yicha davolash qabul qilgan bo'lib yenib chiqdim. Xizmat o'rnimda meni ishdan bo'shatdi. Boshqa bir yerga bordim. U yerda uzun ishlamay yana xizmatdan bo'shatdi. Yuzlarimga, badanimga uyab bir narsa chiqishga boshladi. Men dastlabki doktorxonaning diagnoziga toza ishonmay yana bir doktorxonaga bordim. Uningdan sirt yana bir doktorxonaga bordim. Jami 4 doktorxonaga bordim. Hamma natijam o'xshash.